Qizim 2,5 yoshda, sochlari juda ham siyrak, nima qilishim kerak? Bu ijtimoiy tarmoqlar orqali kelgan savollardan yana biri. Bu savolga qisqacha javob berishga harakat qilamiz. Ushbu holatda bolada tekshiruvlar o'tkazish kerak. Tekshiruvlar ya'ni bo'lishi mumkin laborator va instrumental. Trixoskop yordamida, ya'ni apparat yordamida ko'rgan vaqtimizda sochning holati, yana chiqadigan sochlarda nimalar follikullar bor yoki yo'qligi, undan tashqari bolada qanaqa o'zgarishlar bor, qanaqa defitsit holatlar bor, nerv sistemasida bo'ladigan o'zgarishlar hisobiga bo'lishi mumkin, endokrin sistemasida bo'ladigan o'zgarishlar hisobiga bo'lishi mumkin, oshqozon-ichak traktida bo'ladigan o'zgarishlar hisobiga shunaqa holat bo'lishi mumkin. Undan tashqari masalan doimiy bola och yurishi yoki uzoq vaqt shunaqa to'yib ovqatlanmaslik holatlarida ham shunaqa holatlar kuzatilishi mumkin. Bu holatda albatta shifokorga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni qanaqa yondashuvni hisobiga ushbu jarayonni tiklashimiz mumkinligini tekshirib bo'lgandan keyin aniqlab to'g'ri yondashish mumkin.